sharoitiga qarab juda tor joylarda ham qurilishlik hisobini olib qilinyapti. Mana qarangizlar, shuning uchun ataylab joy tashlab ketilgan. Ekskavator burilganda hisobini olingan. Issiq bo'lishiga qaramay hamma o'z vazifalarini bajarishyapti. Issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demay ishlashni ham o'sib bo'lmaydi. Tashqari 41 gradus issiq. Yana qumli joy, bu tarafingiz qum bo'lgandan keyin juda issiq bo'ladi. Qovuraveradi.